Onasi san haq eding, kechir. Bunaqa mayda-chuyda gaplarga e'tibor qilsang, oldinda butun boshli umr bor. San menga keraksan deb yozing Shahnoza dedilar. Aslida voqea mana bunday bo'lgan. Akamiz yo'lda mashinada ketayotgan bo'lganlar, oldilaridan bir ayol qo'l ko'tarib bolasi bilan chiqqan. Uyigacha olib borib qo'ygan muhtojman. Xullas shunaqa gaplar asnosida erkakning nomerini olgan. O'zim sizni akamdek ko'rdim deb 1-2 marta SMS yozgan va yordam so'ragan. Qo'ldan kelguncha erkak ham addushi yordam bergan. Lekin buni ayollari ko'rib qolgan. Taxta pulga ketyapti, ya'ni ayollari ko'rib qolgan va nega sizga begona ayol yozadi deb to'polon qilganlar. Hech narsa yo'q o'rtamizda, shunchaki insoniyat yuzasidan, insongarchilik yuzasidan yordam qildim deyishlariga qaramasdan kenayimizdan arazlabdilar. Akamiz chidolmayaptilar arazlaganlariga va endi hech kimga yordam bermayman deb o'zlariga o'zlari so'z beribdilar. Shahnoza iloji bo'lsa eng zo'rlaridan bitta paketga qilib bering, dostavka. Zora meni kechirsalar, Zora oldilarida o'zimni oqlasam debdilar va xotinlarini juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. 3 ta farzandlari bor ekan. Takishto hurmatli erkaklar, qo'shtirnoq ichidagi singillarni topib olmanglar. Ilohim yaxshi kunlarga keyin deymiz va bundan ham zo'rlari nasib qilsin. Kechira qoling endi kenaya akamlarni. Qarang, sizga shunchalik e'tibor qilyaptilar, kechirim so'rayaptilar. Hurmatli erkaklar, bu sizlarga dars bo'lsin.